Hammaga salom. Bugun biz pari-pari raqsining ikkinchi qismini o'rganamiz. Men o'ylaymanki, birinchi qismini juda ham yaxshi o'zlashtirdingiz. Endi ikkinchi qismiga o'tamiz. Kayfiyatimizni ko'tarish uchun tabassum albatta bo'lishi shart. Keyingi, ya'ni biz naqorat qismiga keldik. Naqorat qismida dastavval qo'lini ko'rsataman, keyin alohida oyoq va keyin birlashtiramiz. Demak, naqorat qismida oyoqlarimiz ochilgan holatda bo'ladi. O'ng yelka bilan oldinga, orqaga va o'ng oyoqqa o'tamiz. Chap 2. Tushunarlimi? Ketdik. 1 2 3 4. Keyingi harakatimiz o'ngga, chapga, o'ngga, chapga. Bu harakatni esingizda bo'lsa, to'ybob harakatda, ya'ni davrabob harakatda o'rgandik. 3 4 5 6. Keyingi harakatimiz qaradik, uyaldik, aylanib chap qo'limiz bilan ko'ksimizga qo'ydik. 1 2 3 4. Takrorlaymiz. Qaradik, uyaldik, chap tomonda qo'limiz 1 2 3 4. Keyingi harakatimiz xuddiki quchoqlayotgandek 1 2 quchoqladik. Chap qo'limiz tepadan bo'lishi kerak. Yuzimizni chiroyli ko'rsatib, nozik harakatlar bilan chiroyli ko'rsatib, uchinchi holatga olib kelamiz. Yana bir marta. Yuzimizni ko'rsatdik. 1 2 uchinchi holat 3 4. Birgalashib takrorlaymiz. 1 2 3 4. Yelka o'ngga, yelka chapga qaradik, uyaldik, ko'ksimizga 1 2 3 4. Birgalashib quchoqladik. 4. Yuzimiz 1 2 3 4. Tushunarli? To'xtamasdan qilamiz. Endi oyoq harakatimizni, xuddi shu narsani, ya'ni oyoq harakatini detallab ko'rsatishga harakat qilaman. O'ng oyoqni yonga ko'rsatamiz. Keyin esa chap oyoqqa o'tamiz. Yana bir marta. 1 2 3 4. Endi oyoq uchiga turdik. 1 2 3 4. Mayda-mayda. O'ng oyoq, chap oyoq. O'ng oyoq, chap oyoq. 1 2 ta qadam qildik. Chap oyog'imizni yonga ochib, qo'llarimiz ochguncha chap oyoq ko'tariladi va oldinga shunchaki qo'yiladi diagonal ko'rinishida. Yana bir marta. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Endi to'xtamasdan, uzmasdan qilishga, ko'rsatishga harakat qilaman. 1 2 3 4. 5 o'ngga yurish bor. 6 ketdik. Oyoq uchiga turdik. 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4. Chap oyoq yonga ochdi. Chap oyoq bilan yonga ochib, oldinga oldik. 4. Yana bir marta ketdik. O'ng oyoq, chap oyoq. O'ngga yurdik, chapga yurdik. Oyoq uchiga qo'ydik. Chapga 2 3 4. 1 2 3. 1 2 3. Barakalla. Kelinglar, endi qo'l bilan oyoqni birlashtiramiz. Ketdik. 1 2 3 4. O'ngga, chapga qaradik, uyaldik, ko'ksimizga qo'ydik. 2 3 4. 1 2 3 4 5 6. Qaytaramiz. Ketdik. Qaytardik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Qaradik, uyaldik, ko'ksimizga qo'ydik. 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. Barakalla. Endi keyingi harakatimiz 5 holatda bu harakatni o'rgangandik. 1 2 3 4. Chap qo'limizni belimizga qo'ygan holatda tepaga aylantiramiz. Tepaga aylantirdik. Pastdan tepaga aylantirdik, chapdan tepaga ketdik. 1 2, ya'ni shu qo'limizni tirsakka qo'yamiz, ko'taramiz. 1 2 3. Yana bir marta. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3
To'g'ri. Zo'r. Keling endi 1 bilan 2 ni qo'shib, harakatlarni, raqsni ijro etishni boshlaymiz. Tayyor bo'lsangiz ketdik. Musiqani ritmiga tushib olamiz. Tabassumingizdan chiqmasin. Ketdi! Ha. Молодцы! O'ng qo'l bilan pastdan tepaga, chapdan tepaga. Yurdik. Aqlim hayron, ko'rdim oyoq bo'ldim. Cho'zildik. Bo'ldim parishon. Yana bir marta. Ne g'azaldi, ko'zi jayron. Zo'r. Qayrilib boqsa asta men tomon. Aylanmaz zabon. Barakalla, yelka bilan. O'ngga, chapga qaradik, uyaldik. Ko'ngil. Ketdik, quchoqladik. Barakalla, ketdi. O'ngdan, chapga qaradik, uyaldik. Zo'r qizlar. Ketdi. Ha. O'ng qo'l, chap qo'l. Mazza qilib. Ha. O'ng, chap. Yana bir marta. Va harakatlarni takrorlaymiz. Ketdi. Zo'r. Bir. Mimikani sekin-sekin qo'shishni boshlaymiz qizlar keyinchalik. Yana bir marta. Ha. Ketdi. Zo'r qizlar. Yelkamiz bilan. Ketdi. O'ngga. Qaradik, uyaldik yelkalar bilan. Zo'r. Yumshoq. Zo'r qizlar, ketdi. Ketdi. 1, 2, 3. Ketdi. Ha. O'ng qo'l, chap qo'l. Zo'r. O'ng, chap. O'ng, chap. O'ng, chap. Oldinga yuramiz. Orqaga yuramiz. Zo'r. O'ngga, chapga. Naqoratni takrorlaymiz. Ketdi. Juda ham nafis. O'ngga, chapga qaradik. Cho'ladik. Молодцы. Zo'r. Qaradik. Uyaldik. Juda ham yaxshi qizlar. Zo'r qizlar. Bu raqsni kuniga 1 marta ertalab ijro etsangiz, kayfiyatingiz butun kun davomida a'lo bo'lishiga kafolat beraman. Shunday ekan, raqsga tushing, qalbdan raqsga tushing va hayotdan zavqlanib yashang. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.